Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyh Sahih Bukhari namlı kitabıda 37. hadisindeki babı şundaqdaydı. Ramazanda qiyamda turish, ya'ni nafl ibodatlarni qilish bo'lib, ya'ni taravih namozlari degandek, tahajjud namozlari degandek, o'sha ibodatlarni qilish haqida babni keltirib, mushumi iymonning parchalaridan bir parchadir deb shundaq degan. Buxoriy shundaq deydi, bizga İsmail hadis so'zlab bergan edi dedi. İsmail ibn Uvays al-Asbahi İmam Malik rahmetullahi alayhiniki singlisniki balasi bo'ldi. Bu adam to'g'riliq ma'lumot boshida biroz o'tdi bo'lg'ay. Bu adam dedi, menga Malik hadis so'zlab bergan edi dedi. Malik tog'isi İmam Malik rahmetullahi alayh. İmam Malik İbn Şihab Muhammed ibn Muslim ibn Şihab az-Zuhri bu adamın hayatının başta ötep bo'ldi. Bu kishi Humayd ibn Abdurrahman'dan hadis so'zlab beradi. Humayd ibn Abdurrahman ibn Avf'ninki o'g'li bu kishi. Jannat bilan bishorat berilgan 10 kishining birisida bu kishi, dadasi hamda. Onisi bo'lsa Osmon ibn Affonniki singlisi bo'ldi. Bu ayolmi Madinaga tunji hijrat qilgan ayol, dadasimi Abdurrahman ibn Avf Madinaga tunji bo'lib hijrat qilgan buyuk sahobalardan. Bu kishi ko'plagan sahobalardan dars o'qigan. Dadasi masalan dastlabki bo'lib, undan boshqa Hazrat Osmon radhiyallohu, Abdullah ibn Abbas, Abu Hurayra qatorliq. Bu kishining nurg'un shogirdlari bo'lgan. Mashhur shogirdlardan masalan Imom Zuhri rahmatullohi alayh tabiiy shogird bo'ldi. Bu kishini hamda bir qism ulamolar ishonchlilik deb baho bergan. Masalan Abu Zur'at ar-Razi. Bu kishining haqida hadislari ko'p bayon qilingan odam. Bu kishi 195-yili Madinada o'lib ketgan. Bu zot Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilyapti. Abu Hurayra mashhur sahoba, tarjimali o'tdi. Haqiqatan payg'ambar alayhisolatu vasallam mundaq degan deydi Abu Hurayra radhiyallohu anhu. Kim Ramazonda qiyamda tursa, iymoni bilan, ya'ni ishongan holatda deydi ve savab ümit qilgan holatda dedi payg'ambarimiz, o adamning o'tmishdagi gunohlari mag'firat qilindi dedi. Bu yerda Ramazonda qiyamda turish deganda ko'pincha ulamolar taravih namozi deb qaragan. Lekin bir qism olimlar taravih namozi bilan xos emas. Kechining qaysi vaqtida mayli jamoat bilan o'qisin masjidda, mayli o'zi yolg'iz o'qisin, bu odam shu kechida namoz o'qigan bo'lsa, nafl ibodatlarni qilgan bo'lsa, kechining qaysi shu so'rliq vaqtigachilik bo'lgan oraliqda masalan, shu nafl namozlarni o'qigan bo'lsa, shu qiyam qatoriga kirdi deb qaragan. Shu orqali shu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam degan shu fazilatga bu odam erisha oladi degan. Bu hadisda yana ikki xil shartni qo'ydi. Biri iymon etgan, ya'ni tasdiq qilgan holatda Allohning rasulini, undan boshqa savob umid qilgan holatda, ya'ni Alloh rizoligini ko'zlagan, niyati nayt xolis, nayt saf, durust holatda bo'lish kerak dedi. Shu vaqtida ondan bu odamniki o'tmishdagi gunohlari mag'firat qilindi. Ham tungi bir hadisda masalan Laylatul Qadrda ushqashqa odamniki o'tmishdagi gunohlari mag'firat qilinganligi haqidagi hadisda kelgan. Mashkisi bir zid kelamdi desa, yo'q, zid kelmaydi. Qadr kechasiga ulashgan odammi uning o'ziga loyiq bir gunohlari kafarat bo'lib yo'qoladi. Bütün Ramazonda 30 kun qiyamda turgan odamning o'ziga loyiq ravishda ayrim gunohi kafaratga erishadi. Bu yerdagi kechirilgan gunoh qaysi tipdagi gunoh deb ulamolar ixtilof qilishgan. Masalan, kabir gunohmi, cho'ng gunohmi yoki kichik gunohmi deb. Lekin hadisning zohiriy ko'rinishdan mutlaq aytilgan, mayli cho'ng, mayli kichik bo'lsin. Lekin ulamolar bu hadisga qarta xil ko'z qarashdan o'tirib qo'yib, bundan maqsad asosan shu sag'ir, kichik gunohlar maqsad qilingan degan bo'lsa, bir qism ulamolar yo'q, kabir gunohlarni yengillab ma'lum musharqiliq dedi. Lekin ulamolar birdek kabir gunoh cho'qim tövbe orqali kechirildi. Bunda ham ulamolar ittifoqlikqa birdeklik ega. İmam Buxoriy rahmatullohi alayh 38 numaralı hadisdagi babidimi hamda Ramazon ro'zasini savob umid qilgan holatda tutishmi iymonniki jumlasidan, iymonning tarmoqlaridan deb bu 38-hadisda mundaq deydi. Bizga Muhammad ibn Salam hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu kishi İmam Buxoriyning ustozi, tarjimali boshida o'tdi.
o'zi shu Baykentlik, hozirgi Qozog'istonga to'g'ri keladi, Allohu a'lam. Bu kishi deydi, bizga Muhammad ibn Fuzayl degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi. Muhammad ibn Fuzayl Az-Zabbi deymiz. Bu kishi o'zi Kufada yashagan. Bu kishi bir qism tabiinlarda o'qiganda, masalan, A'mash, Sulaymon ibn Mihron o'xshash kattalarda. Bu kishida masalan Sufyan as-Savri, İmam Ahmad rahmetullohi alayhi va bir bo'lik mashhurlarni hadis rivoyat qilgan. Ondaqda bu odamninki xili ilm salmoq yuqori deyishki bo'ldi. Abu Zur'atur Razi bu ilm ahlining ichida rastchil odam deb sifatlaganda bu kishi 159-yili o'lib ketgan. Bu odam deydi bizga Yahya ibn Sa'id deb so'zlab bergan edi deydi. Bu Yahya ibn Sa'id al-Ansari, Madinaning ayni vaqtdagi qozisi. Bu kishi Abi Salamadan rivoyat qilyapti. Abu Salama Abdurrahman ibn Avf'ninki o'g'li. Abdullah ibn Abdurrahman ismi bilan mashhur. Bu kishining tarjimasini boshda o'tdi. Bu kishi Abu Hurayradan hadis rivoyat qilyapti. Bu zot shunday dedi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mundaq degan edi. Kim Ramazon ro'zasini tutsa Ramazon iyda. Buningda yana shartda, ikki shartda, biri tasdiq qilgan holatda, biri yana birisi savob umid qilgan holatda dedi. Bu ikki shart bor. Nimishqa bu yerda savob umid qilish va iymon kelmasa ikkisi bir-biriga chetib qo'ydi desa, bir qism masalan mu'minlar bo'lishi mumkin. Lekin u mu'min Allohning rasulini tasdiq qiladi, iymon etadi, ishonadi, lekin bu amal orqali riyoni maqsad qilib qo'yishi mumkin. Shuning uchun savobni bu yerda shart qilyapti. Bu riyodan xolida. Endi bu savobni umid qilganda ba'zida bu savobninki bo'ldiganligiga ishonch qilolmaydigan holatda bo'lib qolishi mumkin. Shunga ikkisini birlashtirib, ham ishongan mutasavvobning bo'ldiganligiga, yana bir ma'noda va savob umid qilgan holatda deydi. Anda bu odamniki o'tmishdagi gunohlari mag'firat qilindi deb shunday deydi. Bu yuqorqi hadislar bir-biriga bog'lanish hadiskan. Endi Imom Buxoriy rahmatullohi alayh endi Ramazon to'g'riliq, qiyam to'g'riliq hadislarni keltirib bo'lib, bu yerda yana bir bobni bayon qildida 39-nomerli hadisdan beshda din qo'laydir deb. Nimishqa bu iboratni bu yerga keltirdi degan vaqtida Ramazon ibodati, namoz ibodati qilgan vaqtda qulay. Ramazon masalan yilda bir qatim keladi, lekin namoz kunda 5 qatim bo'ladi. Bu biroz jafoliq raqamda. Shuni mushni bildirish orqali mushada bir ifoda qilish kerak, bir qulaylik ushulanadi bu yerda. Bir Ramazon masalan kasal, qari odamlardan ma'lum bir fidya orqali bu saqit bo'ladi. Lekin namoz unda emas. Qat'iy bir odamdan qanday bo'lishidan qat'iy nazar asosan saqit bo'lmaydi. Faqat ozg'in bir sharoitlar ostida. Endi Buxoriy shunday deydi, payg'ambarimizningki tövendek so'zi, ya'ni dinning Allohga eng sevimlik bo'lgan din, Allohning yaxshi ko'radigan din, nayet qulay, nayet oson, to'g'ri bo'lgan, ya'ni Ibrohim millati asosidagi din deb shunday deydi. 39-hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi mundaq deydi. Bizga Abdusalom ibn Mutahhar hadis so'zlab bergan edi deb. Bu kishi o'zi Basrda yashagan odam, ya'ni Iroqda yashagan odamda. Abu Zafar kunyasi bilan mashhur bu odam. Ayni vaqtdagi nayet nurg'un mashhurlardan hadis rivoyat qilgan. Jumladan Shobat ibn Hajjaj o'xshash ustozlardan. Bu kishida masalan Imom Buxoriy, Abu Davud, Abu Zur'a, Abu Hatim qatorliq mashhur hadis olimlar hadis rivoyat qilgan. Bu odam haqida hamda ulamolarniki bahosi rostchil degan bahoni bergan. Bu kishi 224-yili o'lib ketgan. Bu odam deydi bizga Umar ibn Ali hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishi o'zi Basrlik. Xili ko'p tabiinlardan hadis anglagan, jumladan Hisham ibn Urva bu cho'ng ustoz bo'ladi bu odamdan. Onundan boshqa xili ko'p mashhurlardan hadis rivoyat qilgan, ham mashhurlarmi bu kishining hadis rivoyat qilgan. Hamda Ibn Sa'd rahmatullohi alayhi bu odam ishonchli odam edi deydi hamda. Bu kishi 190-yili o'lib ketganligi xotirlangan. Bu kishi hamda Ma'an ibn Muhammad al-G'afari degan zotdan hadis rivoyat qilyapti. Hamda Ma'an kim deganda İmam Nasai, Ibn Majah, Tirmizi qatorliq mashhur hadis olimlarining ustozi bo'ladi. Bu kishimi ishonchli deb xotirlangan tarixiy kitoblarga.
Bu kishi Said ibn Abi Said el-Maqburi degan kishidan hadis rivoyat qiladi. Said ibn Abi Said bo'lsa Said ibn Kaysan asli ismi. Bu adam o bir turli sahobalar bilan uchrashgan, shu sahobalardan hadis o'rgangan. Mesela İmam Ahmed Ebu Zur'at qatorliq hadis olimlari shenjilik kerak yo'q degan baholarni bergan. Bu kishi ham umrining oxirida sal ancha-muncha ezib ketgan bo'lib qolibdi ekan hamda. Balkim shu vaqtdagi hadislar qabul qilinmasligi mumkin. Bu kishi 125-yili o'lib ketganligi xotirlangan. Ani bu adam Ebu Hurayra radhiyallohu anhudan hadis rivoyat qilyapti. Bu zot Payg'ambar alayhisolatu vassalomdan hadis rivoyat qilib, payg'ambarimiz mundoq deydi: "Haqiqatan din qulaydor, osondir. Sizlar mush dinni bek cho'nqirlab, bek ichkirlab ketsanglar, dindan sizlar g'olib kelmaydi. Sizlar din sizlardan g'olib keladi. Ya'ni siz dinni yengolmaysa, din sizlarni yengib qo'ydi, sizlarni og'dirib qo'ydi, bek inchkilab, qattiq cho'nqirlab ketsanglar" dedi. Shuning uchun to'g'risini qilinglar. Masalan, bekmi oshirib etmay, bekmi bo'shonlik qilmay, to'g'ri tarafini, mayli so'z, mayli amalda to'g'ri tarafini asos qilib meninglar dedi. İmkan va shu dinni qulay ostida ilib mashq terishinglar dedi. Bek cho'nqirlab ketmanglar dedi. Qari bu degan shu. Demak, bu dinniki hammini tel to'kis ilib mengib bo'lamsanmi? O'zingning sharoitiga qarta ilib menglar demakchi. Bundan deganda bir qism farzlarni tark eting degan gap emas, yana cho'qim kundalik buyruqlar, vajibatlar, majburiyatlar to'liq ado qilinishi shart. Ama bu umumiylik nazar bilan deyilayotgan gap. Qilgan amalinglar qarta savobning bo'lganligidan xotirjam bo'linglar yoki shundan bir xushal bo'linglar deydi. Ertagan va oqshomlarda va ba'zi kechalarda sizlar shu orqali ibodatinglarga qulaylik yaratdinglar deydi. Bu oxirgi jumla demoqchi bo'lgani sizlar bir kech kunduzning hammasini ibodatga otib etmanglar. Yani tedrici ma'lum qismida ibodat qilinglar. Har narsaning o'z haqqini berib minglar demoqchi payg'ambarimiz bunida. İmam Buxoriy rahmatullohi alayhi 40-hadisniki babida namoz va imonning jumlasidandir deb bu so'zini Qur'oni Karimdagi tuvandagi oyat bilan kuchlantiryapti. Estaizu billah. Alloh taolo sizlarning iymoninglarni bekor qilib etmaydi degan oyatga iymon kelimasi, ya'ni namozinglarni degan ma'no bilan tafsir bilan keltirilgan. Bu yerdagi bayt kelimasi Baytulloh emas, Baytul Maqdis. Yani Palestindagi Baytul Maqdis qarab o'qigan namozinglarni Alloh sizlarga bekor qilib etmaydi degan. Bu oyat hamda shu qibla o'zgargandan keyin bir qism sahobalarniki endis paydo bo'lgan. Shu endisiga qarta Alloh subhanahu va taolo ularning ko'nglini xotirjam qilish uchun bu oyatni tushirgan. Bu 40-hadisda İmam Buxoriy rahmatullohi alayhi shunday deydi: bizga Amr ibn Xolid hadis so'zlab bergan edi. Amr ibn Xolid kim undaqda? Bu kishi hamda Amr ibn Xolid al-Harrani nomi bilan mashhur. O'zi Misrda tug'an. Masalan, Lays ibn Sa'd degan kishida o'qigan. İmam Buxoriyning ustoz bo'ladi bu kishi. Undan boshqa ulamolar bu kishini ayt rostchil odam, ishonchlik mazmut odam degan sifatni bergan. 229-yili Misrda o'lib ketganligi xotirlangan bu odamning. Bu zot deydi bizga Zuhayr hadis so'zlab bergan edi deydi. Zuhayrning ismi bo'lsa Zuhayr ibn Muaviyat ibn Hadij degan ism bilan mashhur bo'lgan zot bo'lib, bu kishi Kufada yashagan. Bu jazirada tug'an dedi. Jazir degan Furat bilan Dejla daryosi orasidagi, ya'ni Sham, Iroq mushtarabida yashagan odamda bu kishi monati ko'p tabiinlar bilan uchrashib, shulardan ilm o'rgangan. Bu kishining kim shogirdlari xil mashhur imomlar, masalan, Yahya ibn Sa'id al-Qattan degan ulamolar. Bu odamniki shu ulug' bir katta olim ekanligi ulamolar birdaylikka ega muomala qilgan. Bu kishimi ishonchlik hadis olimlarining biri. Bu kishi 173-yili yoki 72-yili o'lib ketgan. Shu oxirgi mezgillarda bu odam palaj yo'lab o'lib ketgan ekan. Bu zot deydi bizga Abu Ishaq hadis so'zlab bergan edi deydi. Abu Ishaq bo'lsa Amr ibn Abdullah ibn Ali ismi bilan mashhur bo'lgan. O'zi ko'pchilik
nayet ulug' tabiin kishi. O'zini ishonchlik deb rivoyat qilingan. Bu odam Usmon roziyallohu anhuninki eng oxirgi mezgillarda tug'ilgan. Bu kishi mesela Ali roziyallohu anhu, Usama ibn Zayd, Mughira ibn Shu'ba qatorliq sahobalar bilan uchrashgan. Bir qism mesela Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Zubayr, Muaviya, Abdullah ibn Abbas qatorliq sahobalardan hadis anglagan. Ondan başqa bu adam öz devirdiki, özdeki çoğunrak, kattırak bunda tabiiladımı yana okuganda. Bu kişininki hem de 38 sahabeden hadis rivayet kıgallıkını bayan kıgan ulamalar. Bu ulug' zat 129 yılı ölüp ketkenligi hatırlangan. Bu kişi Bara ibn Azib'den hadis rivayet kılmatıdı. Bara ibn Azib bolsa büyük ulug' sahabalardan, Ensari Evs kabilesinden bolgan sahabe. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilen bolgan bütün uruşlarga katnaşkan, 4 halife devirdeki uruşlarga katnaşkan. Irak, Persiya tarafından ait nurgun töhpleri var. Bu adam özü Kupa'da yaşagan bu kişi. Peygamberimizin hadisini rivayet kılgan, yani köp hadis rivayet kılgan sahabalar katarda ornagan zat bu. Bu kişininki dadısı Azib degan kişi sahabe. Şu dadısı bilen birge musulman bolganlığı hatırlangan. Şu musulman bolgan vaqtda hiç kichikroq ekan. Çünkü bu adam özü Hicriye 72 yılı ölüp ketken. Undaqda hali uzun ömür ko'rgan sahabe bo'ladi. Bu kişi hem de Bedir gazasida qatnashmagan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiç kichik bo'lgan vaqt qaytirib o'tgan, lekin Bedir gazasidan keyingi umumyuzlik urushlarga Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilan hamnafas bo'lib qatnashib kelgan. Bu kişi hem de Peygamberimizden başka sahabalardan hadis rivayet kılgan. Bu adamda hadis rivayet kılgan tabiilar nayet köp. Bu kişininki 305 tane hadisi şu hadis kitaplarında hatırlangan. Bu kişininki namı da rivayet kılgan hadis. Bu munayette zor töhfe oludu ilmi cihette. Bu kişi hem de mundaq deydi de hem de Peygamber aleyhissalatü vesselam hakikaten tuncu qıtım Medine kelgan vaqtida özün ensarilardan bolgan tuqqanlarınki, ecdatları tuqqanlarınki ögüçtü deydi. Çünkü Beni Necer cemaati Peygamberimizinki çoğun dadısı Abdülmuttalib'ninki anısının cemaat oldu. Şuna bu tuqqanları dep yerde bu süpetin bir vatıda. Şu vaqtida hem de 16 ay yoki 17 ay etrafında Peygamberimiz Beytül Maqdis qarab namoz o'qidi. Bu Beytül Maqdis qarab o'qsa, hozirgi Masjid Nabiyninki qiblasiniki oq tarafiga to'g'ri keldi. Hozir qibla tomon oq tarafi Beytül Maqdis taraf bo'ladi. Lekin Peygamber aleyhissalatu vesselam bu qiblaning Beytullah tarafga, yani Kabe Beytullah tarafga bo'lishini bekrak yoqtiradi ham shu vaqtida. Endi qibla o'zgargandaki Peygamberimizdeki tunji o'qigan namozi asr namozi edi deydi. Rasulullohlar bir turkum qavm, yani kishilar, sahobalar namoz o'qigan. Endi Rasulullohlar namoz o'qigan kishilardan birisi endi sirtga chiqib shu vaqtida ma'lum bir masjidniki atrofidan o'tdi-da, o masjidda kishilar ruku qilayotgan ekan, ya'ni namoz o'qiyotgan ekan-da shu vaqtda. U odam mundaq dedi. Bu odam shu yerda namoz o'qiyotganligini xitob qilib dedi-da, "Ben Allah bilan guvohlik berman. Ben Peygamberimiz bilan namoz o'qib keldim. Bu Makka taraf qarab o'qidik" deb bu o'zining gapini hatto Allohning ishiga keltirib ta'kidladi bu yerda. Ta'kidlagandiki ular ham shu holatda anglagandan keyin darhol Beytulloh tarafga o'rildi-da namozda turib, oyliniblar. Şu endi shu Yahudilar endi shu Beytul Maqdis qarab namoz o'qiyotganda Medine'deki Müslümanlar, Yahudiler hem de bularniki bu qilmishidan bir xil yaqinlik his qilib, bu avval bularni bir xil qiziqtiradi hamda. Chunki hamda Yahudilarniki o'zi namoz o'qiydigan, talpinadigan, qaraydigan tarafi Beytul Maqdis taraf. Umuman ahli kitoblarning mayli Xristiyanlar bo'lsin, mayli Yahudilar bo'lsin. Hamda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o'zini qiblini Beytulloh tarafga o'tkigandan keyin Yahudilar bu avvalni qabul qilolmay, buni ayblashga, hatto inkor qilishga boshladi bu avvalni. Endi Zuhayr shunday deydi, bizga Abu Ishaq Barodan mushadisda hadis so'zlab berib bundaq degan. Endi ayni vaqtida mush qibla o'zgarishdan burun ko'ni qiblaga namoz o'qib o'lib ketgan bir qism sahobalar kishilar bo'lgan.
yoki bir qismlar şehit ulab öldürülgen. Biz dedi sahabalar, ular haqida nima deyishimizni bilmadik. Bular hamda burun maqiblik qarab o'qiganda shu qiblat o'ylab ketgan. Bu qibla amaldan qilib hozir Baytulloh qardi emasdan. Bu o'lni ish qanday olib ketadi degandek bular bir xil gangirashda qoldi-da bu orliqda. Shu vaqtida Alloh subhanahu va taolo Allah sizlarning namozinglarni, iymoninglarni, ya'ni namozinglarni hargiz zoya qilmaydi dedi. Ya'ni burun o'ylab ketganlarmi o'zi şu kon kıble boyunca ecrini ipmadı demek deyilgen. Şimdi konu kıblege qarab namaz okuyan sahabalarınki sani köpemezken şu onca sahabi iken. Mesela Esed ibn Zurara, Bera ibn Ma'rur, Abdullah ibn Şihab Zuhri qatarlıkmış kişiler. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.